Boshladik. Ready. Hammaga Ready, ready, salom. ready, ready, ready. Navbatdagi What's up, podkastlarimiz. akalar? Assalomu alaykum, everybody. Assalomu Bunisi alaykum, qadrdonlar. Yana bir bu, bor ko'rishganimizdan xursandmiz hammamiz. bu Men ham podkastni albatta ko'rishganimdan yurib xursandman. ketadigan holatda olishga qaror qildik. Bo'lmasam, Ha, nima deydi, vaqtimiz to'g'ri kelmayapti. To'xtashga live o'shani. variant, live variant bo'lib ketdi. Живой varianti bo'ladi. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr Hammasi deydi-ku, Bo'lmas, ming bor hammasi uzr. kamchiliklarga improvizatsiyada bo'ladi. e'tibor qilmaymiz. Chunki Hmm. bu yerda bir Qanday odammas, o'zi? to'rt odamni vaqtini topish juda qiyin bo'lib qoldi. Birimiz Hozirgi uydamiz, vaqtlarda. birimiz ishdamiz. Endi Hammada shu o'zini bozor muammosi yaxshi, bilan bo'lib qolgan bu. hammada shu bozor yaxshi bo'lib qoldimi deyman-da. Shuning uchun vaqt topolmayapti adashmasam. Ne bozorda Va emas. va va yaramga tuz sepib bordinglar. Mana men o'tiraman, yuk yo'q. Choy Bozor ichib. yaxshilik gapiryapti maza qilib. Vaqt Karxo'rchilik topilmasligi soqqani bosyapti-yu. Ha, karxoldirchilarga dam Karxo'ch yo'q. soqqan bosyapti-yu. Yo'l bo'lmayapti-yu, nima? Ya, nimaga Men karxonlarga o'tmaysizlar-da? O'tishga karxonlarga. Endi aka Amazon yaxshiroq, tapchiki, raslibon yuz. Hech narsa yetmaydi. Amazonlar tapishgachi, karxoldirlar nima bo'ladi? Endi Endi Karxonlar, kursovgacha bo'lsa kerak ular. Sakra yo'lishadi-yu, u anaqadan mashina bu mashinaga yoki ramka sakra yo'lishadi-yu. Zina. Yo, misol uchun flatbedchilar anavi deysiz pastda endi cho'milmaydi, shower qilmaydi, boshqa deysiz. Ha endi nima deydi? Tashlab berdim ana kun o'zinglarga rasmini chiroyli qilib. Shaxtiyorda. Bosib qo'ysam, gruppingizni bosib qo'yganda o'chib tashlayapsiz. Uyaldi shakil. O'zingiz qotgan ishingizdan. Bundan yangiliklar bir hafta nima qildilar? Bir hafta emas, bir 10 kunlar bo'lib ketdi. 10 kun. 10 10 kun. kun. Men uyda Ham oldi. adash damab uyga kirib chiqdim mana. Ha. Men trakim bir hafta remontda edi. Men yo'ldaman, ishdaman, o'shaning uchun nasib bilyaptimi, charchaganim. Gapim chiqdi. Kayfiyatingiz yo'q. Sado, aka, uyga kirib energiya yo'q. Xotin bola chaqa yo'q Toshkentda. Ketvorgan. Oila O'zbekistonda. Yuribsiz. Yuribsiz, oilam yuribman. bor deb. Yomon alam qiladi, lekin aka qarang, oilangiz bor, oilasizsiz, bitta vaqtda o'zingizda. Bolalaringiz bor, lekin bolalar joyingizda emas. Shunga ham odam tez energiya uyga kirganda aytadi-yu. Ishdan charchab kelganda uyga kelganda bolalar chiqib keladi, adada bo'l, hamma charchoq chiqib ketadi. O'sha narsa yo'q-da. Uyga ham odam kelgisi kelmayapti. Yo'lda yuribman, odam qanaqadir telefonda baribir gaplashgan bilan живой ko'rishganga yetmas ekanda. Albatta. Men hozirgi kunda ko'ryapsizlar, bozor o'zi umuman ekonomikani ahvolida ko'pchilikni eshitdim, oila bola chaqasini tashlab kelib, nima desam ekan? Bolalari yo'qda, o'zi bu yoqda ishlab yurgan odamlar bor-da. Lekin u ham kayf bermaydi-da. Umuman anaqa qiyin-da juda oilamasida bolalaringiz bilan bo'lib, mayli bir hafta 10 kun yo'lga chiqib qaytib kelsangiz, bunaqa jam bilinmaydi-da, lekin 2-3 oylab orasida bo'lish eng og'ir narsaning bittasi-da. Chunki men bu narsani o'tganman-da. Dokument qilib olib kelgunimcha 4,5 umrimga o'tib ketgan. Asosan pulim biletiga ketganda. Ha? Sideni gapiryapti hozir. Ha, yo'q endi O'tirgan paytingda gapirga. Uyga tushayotganingda bizga so'z ber, mana biz gapiramiz, maza qilib. yo'q, zato unaqa dardi bor ko'rinmaydi-da. Hamalaringizni so'ramoqchiman. Qaysilaringiz qaysi shtatdasizlar? Men New Mexicoda. Ben Texas, Colorado'ga ketyapman. Pul anaqadan Houstondan yo'lga chiqdim. Kecha. Ertaga bugun kechqurun hozir 5 soatdan keyin yetib boraman. Yomon erinchoq bo'lib boryapman. O'zim 800 mayllik yo'l.
Va to'g'ri, kecha obeddan keyin yo'lga chiqdim, shunchadan. Men Marylanddaman, o'zimni qishlog'imda o'tiribman. Sal teparog'idaman-da. Yo'q, uyga kirib ketaman. Men Nashvildami? O'zbeklar Hozir atrofida hozir yuk oldingizmi endi asfaltdan? topshirdim. Yuk olishdi hozir. Topshirdim. Qutulni o'ylasam, keyingisini olib qo'yishdi o'sha. Voy, qandoq Ha, narsa. bu yaxshi-da. Tindirishmayapti, ko'sa yemasin. Bozor yaxshi Yuk bo'lyapti oldim, ekanda, demak. Bo'rt ochib qo'yib qarab o'tirsam bo'lar ekan. Odam ichini Endi yondiryapti. menda konteyneri, menda Amazon o'zi emas, konteyneri menda. Siz faqat shunda Konteynerda konteyner qalay tashiysiz. bo'lyapti? Qani bir yo'nalishlarimizni aytaylik, konteynerda nima bo'lyapti? Qalay bo'lyapti ish? Portlarda nima gap dengda? Asfalt tinmayotganidan, lekin- dam olmayotganidan yaxshi bo'layotganga o'xshyapti konteynerda. Xullas, bitta tarafi yaxshi, bitta tarafi nimaroq bo'lib turibdi-da. Mana hozirgi olib kelgan yukim Little Rock Arkansasdan nechilga olib keldim? Oddiy Amazon olib keldim. Arzonroq bo'ldi. 1.86 danmi shunaqa. Lekin hozirgi olgan yukimiz Clarksville, Tennesseedan olindi. Aytingmikan? Ayting. Agar cancel bo'lib qolmasa, yomon emas. 3+. Ana bu. Normal. Mazzam sizlarga, mazzam. Bo'yla yashayapti, bo'yla. Xo'p, O'rpasda bor. Jamolni yengili haligi flatbeddan drivingga o'tib ketdi. Charchadi flatbeddan, ish bo'lmadi, o'ldi. Nimaga unaqa sabab bo'ldi, Jamol? Sabab ko'rishdan orzu qildilar. Yo'q. Amazonchilar ham havas qilish kerak hammomni. Sabab Javohir aka reytlar tushib ketdi. Juda ham tushib ketdi. Achinarli holatga kelib qoldi. Mehnatimizga arzimaydigan holatga kelgani uchun dispetcher bilan maslahat qilib, venga chiqishga qaror qildim. RPM 2 ga tushib qolgandan keyin to'g'risi alam qilar ekan. Mehnat qilasiz, rosa ishlaysiz, terlaysiz, xuddi ana shaxtyorga o'xshab qolasiz-da-yu, lekin to'layotgan puli arzimaydi-da. Ven qalay bo'lyapti, ven? Обычный, shu Venda ko'chalarida. ko'z tegmasin, oldingiga qaraganda o'zgarishlar bor. Anchagina o'zgarish bor ekan. Ko'tarilibdi market. Lekin nima deydi? O'lmay eshagib arpa yeysan deydi-yu, bari shunaqa joyi bo'lib turar ekan. Boyiga o'xshab, matflaplaring tushib qoldi, qiyin joyga kirib. Ha, endi ko'rdingiz-da, matflap uzdik. Hozir endi to'g'rilash kerak uni, fix qilmasangiz bo'lmaydi. Narx-navolar tushib ketyapti kunga, bilmadim. Oramizda eng boyi, eng jimniy joyda ishlaydigani Do'st Muhammad. Qalay bo'lyapti Carhollarda? Mashina tashuvchilar nima bo'lyapti boylarda? Har doimgidek zo'r, bir xil. Hech o'zgarish emas. Sezon deganda men uni tushunmayman. Bilmayman, xullas. Yaxshi, yomon bazanga yetar. 3 dan kam yurmayman. Ana bo'lmasa. 3 dan kam yurmayman. Endi Amazonni o'zida-chi aka? Amazon gapirmasam ham bo'ladi. Mana 3 oylik yuribsizlar, men o'tiribman. Amazonda nima bo'lardi mana? Tejalab o'tiribmiz, pashag'ori, yuk yo'q. Bilmayman, tashavorda bizani Prime kunini kutamiz. Prime kuni bu skidga bo'ladigan kun Amazonda, bilmaydiganlar bilib qo'yish uchun. O'sha skidga bo'ladigan kunlar haftalik deymiz. Skidga haftaligi o'shanda raza savdo bo'ladi. O'shanda ishimiz qaynab qoladi yoki bayramlarda. Boshqa payt mana shunaqa yilda 2 marta bo'ladi, bor yo'q. Pashalar haydab o'tiramiz. Yilda 2 marta o'sha paytda ishlab olamiz, boshqa paytda dam olib, kino ko'rib, serial ko'rib o'tiramiz. Akalar, bu sovuqlar tushib qoldi. Gapiring. Hozirgi yengillik haqida gapirsiz, yengillik haqida ishga tayyorgarlik ko'rganlar bormi? Hamma narsa. Bizda 4 ta fasl narsa bor aka trakimizda. 4 xil kiyim, 4 xil narsa. Hamma isitish narsalarini qo'yilgan. Har xil narsalarni olinish kerak.
Oxiriga Shuni oxirgi Aa, vaqtdagi muammolardan gaplashaylik. Nimalar bo'lyapti oxirgi vaqtlarda va Kemani oxirgi qattiqisidan. qattimlari shu Instagram to'la faqat induslarni diasporasi polniy temada. Nima bo'lsa, induslarga nima bo'lsa trendda. induslarni bayrog'i, nima bo'lsa induslarni nimasi. Даже sun'iy Induslar intellektgacha trendda. daraja olib chiqib induslar trendda. Endi sizlarga savolda shunaqa qilish yaxshimi yomonmi? Mana shu olib chiqib trend qilib bitta odammi deb shuncha millat sharmanda bo'lishi yaxshimi yomonmi? Hop, yaqinda Endi o'sha hozir nima indus yo'q-ku, Prime'da qayerdan bilamiz? yo'q, o'sha aytmoqchiman. Prime'da indus shirkanda borib intervyu olishibdi. Novostida borib olishibdi shu narsani, ko'rib qoldim internetda. Bitta shunaqa mehnatkash insonlar bor deyapti. Bitta insonni deb butun hammaga tegish shart emas deyapti. Ya'ni boshqa millatlarni gapiryapti-da ular. Bitta insonning aybi bilan faqat o'shani sudit qilinglar. Nega birato'la hammani sudit qilyapsizlar deb gapirdi. Bu Mana shunaqa, Men to'g'ri oxirgi emas-ku. situatsiyada mana tushuntirib beraylik, mana ko'rayotgan odamlarga oxirgi nima bo'ldi. Mana oxirgi situatsiyalardan bir oy oldin bo'luvmidi Floridadagi, bir oy bo'ldi, 2 oy bo'ldi. Birovdan nari 2 oygacha 2 qolsa oycha oldin Floridada o'sha hindistonlik drayverlar ikkitasi mumkin emas bo'lgan joyda razvorot qilishganda, katta yo'lda. O'shanda ularni treylerning tagiga mashina kirib ketib, 3 ta odam o'lgan. Ularni o'sha pravasi sotib olingan prava bo'lgan, boshqa bo'lgan, rosa o'shandan keyin katta tekshiruvlar boshlanib ketdi. Mana bir hafta oldin yana bitta hindistonlik xuddi shunga o'xshagan, u uxlab qolganmi bilmayman, tormozsiz probkaga kirib ketgan. Odamlarni oldidagi mashinalarni yig'ishtirib ketgan nechtasini, o'tda ham nechtadir odam o'ldi. Nechta odam o'ldi? Nechtadir odam 5 kishi o'ldimi? 8tami? 6 ta odam. 8 kishi. 6 tami 8 ta odam o'ldi. U ham shunaqa prava sotib olingan, tilni bilmaydi, yengi chiqqan bo'lgan. O'sha ikkita hindistonlikni xatosiga butun millat hozir stradat qo'yapti-da. Hamma yoqda internetda hindistonliklar undoq deb olib chiqishyapti. Kim nima ko'rib qolsa, ko'chada hindistonlikni ko'rib qolsa, videoga olib tashlayapti. Telegram gruppalarga, Instagramlarga, искусственный intellektdan ovqat pishirib ketayotganlar zarulab qo'yib, yasab chiqaryotishdi-da. Ikkita odamning aybiga butun millat hozir yomon bo'lib qoldi. Mana shu narsa bizga ham bu ta'sir qilib qolishi mumkin. Yo'q, o'zi umumiy olib qaraganda ta'sir qildi-yu. Hamma narsa. Hamma narsaga ta'sir qildi. Hammada migrantlarga ta'sir qildi. Mana bizda nima deysizlar hozir? Men shu narsani uzoqdan o'zimiz diasporaga ha, biza mana podkast qilishimizdan maqsad bilmagan odamlarga o'rgatishda. Kimlardir bir ikkita kommentariyalarda o'qidim, nima o'tirib olib aqllilik postlar g'iybat qilmayapmiz, aqllilik qilmayapmiz. Ko'p odamlar masalan Telegram gruppada bizda muloqot bo'lganda biza ko'p bilmaymiz, o'rgatinglar deyishdi-da. Davay dada o'shanda biz podkast qilaylik-da, shu podkastda shu bilgan narsalarimizni aytib o'taylik, o'rgataylik. Shu yangi chiqqanlar xato qilmasin degan maqsadda qilingan bu. O'sha bizda yangi chiqqan bilmaganlar mana shunaqa ertaga chepa qilib qo'ysa, o'zbeklar qanaqa ekan, sotib olar ekan, xuddi induslarning kuni bizani boshimizga tushishi mumkinmi? Aytganda bilib bo'lmaydi. Induslarga ham tushib qoldi-yu. Bilib bo'lmaydi lekin. Iloyim tushmasin, avvalambor. Tushmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Tushmaslik uchun hamma professional ishlash kerak. Professional bo'lish kerak, любой время. Faqat professionallik. Yo'q, buni o'sha aytganimizdek, professional bo'lib, e'tiborli bo'lishimiz kerak-da. Shunaqa. Chiqadi hozir. Taqilli chiqadi do'st Muhammad gapinglarga aniga. Sen o'zingdan o'zing professional bo'lib qolmagansan-u. Nima gapiryapsan deb kommentariy yozishadi keyin tagiga.
Yo, Ko'p. Unaqa joyi ham bor. o'zimizdan o'zimiz to'g'ri professional bo'lib qolmaganmiz. Hech kim o'zidan o'zi professional bo'lib qolmaydi. Misol uchun 10 yillik voditellar ham misol uchun ko'ndalang qo'yib olaman, misol uchun yurishligi mumkin. Hmm. Просто odamni o'zida bu mas'uliyat bo'lishi kerak-da. O'sha narsa professionallikda. U professionallikda kimdir boshqacha tushunishligi mumkin, kimdir qanaqa tushunishligi mumkin. Men uchun professionallik bu mas'uliyat. Mana 10 yil Shu mana 10 professionallikni yil o'tkazib 10 yillik masalan, o'sha 10 yillik opit bo'lsa ham baribir biz ham qanaqadir paytda yangi narsa o'rganamiz-da. O'zimiz bilmagan holatni ko'ramiz. Shunaqa. Mana o'shanga baribir o'zini mas'uliyatni Endi- olib his qilsa bo'ldi-da. Bizada bizada misol uchun mana biz eski driverlar bo'lganimiz uchun endi kimdir eskidir, kimdir yangidir. Kammi ko'pmi, kimdadir 10 yil, kimdadir 8 yil experience, bundan ko'p. Bu maqsad endi o'zimiz xatolar qilganmiz, chunki o'zimiz bilmaganmiz. Endi bizadagi mana bu hozir podkastdagi bo'ladigan razgovor hozirgi chiqayotganligi oson bo'lsin degan hisobdan Biza qilgan xatolarni qilishmasin degan maqsad. Biza qilgan xatolari yangi chiqqanlar qilishmasin. Misol tushadi nima xatolar? eng qimmat tushgan xato, misol uchun. Nima bo'lgan eng Praktikada bo'lgan narsalar. Kimda qanaqa xatolar bo'lgan praktikada aytinglar. Jamol aka, anaqa Masalan? boshlang. Jamol aka. Trak menda eng qimmat bo'lgan xato bu kompaniyadan trak olib tashlab ketish. Eng katta xato. Bu qanday? Qanaqa bo'lgan? Bu qanday bu qimmatligi? Nimasi qimmat? Endi shuncha yil to'ladim, keyin nohaqlik bilan yuk qilib bermay, qiynab, telefonga javob bermay, qochib yurib, keyin oxiri majburligimdan pulim qolmagandan shuncha yil to'lab kelgan tragimni tashlab ketishdi. Besh qolib Kompaniyadan o'rtada. chiqib ketishingizga nima sabab bo'lgan? Sabab ish bo'lmasligidan. Majburlashdida, shunga da zastavit qilishdi, shunga olib borishdiki. Gross yo'l. Qaylab ketishga. Gross yo'q. Borasiz Kaliforniyada 4 kun, 5 kun. Endi men ko'proq Midwest West uraman. Shuni hisobiga Kaliforniyaga borardim, Kaliforniyadan obratno qaytardim. Data stepini bo'ldi. Liboy shtatga yuradigan ham bo'ldim, ham ish qilib bera olishmadi. 3000, 4000, 2000. Keyin har xil charjlar ko'paytirib siqib tashlagandan majbur o'sha ishlab turgan tragimni taylab ketdim boshqa kompaniyaga. Eng katta xatoim mavzu haqida. Mana shunaqa mavzu haqida bo'lgan. Oldin mana bu mavzuni oxirigacha yakunlab olaylik va Nima asosida qanaqa xatolar? bo'lgan? Menda unaqa jam strashniy xatolar bo'lmagan. Shu o'zimni shoshqaloqligim, ana birinchi pikapga kirib olaman degan bo'ladi insonda. O'sha yuklab paytida qilganimda. Xullas, nima bo'lgan? Shoshib kirib ketganman-da, ariqqa tushib ketgan trak. Ana yarmi. 10 ta balon tushib ketgan, bamper, shu nimalarni yorib yuborganman. Balonni yorib yuborganman. U yama bo'lgan, katta. Realniy yama bo'lgan. Uni shoshib dakka qo'yaman deganman, kutib tursam bo'ladigan joyida. Shoshqaloqligim bu hisobiga shu bamper sindirib, balonni yorib yuborganman. Lekin katta ana Jamol akamdagi strashniy narsa bo'lmagan. Javohir aka, sizda nima bo'lgan? Menda ham xuddi shunga o'xshash vaziyat bo'lgan. Bitta Missurida zavodga borganman, ana qo'rg'oshinni qayta ishlaydigan. Eski akkumulyatorlarni olib borganman. Kechqurun soat 2 da olib borganman. O'rmonlarning ichida qorong'i bo'lgan, ishlamagan. Razvorot qilib joyida chetroq joyda bor ekanda parkini o'zini tashqarida. O'sha yoqqa bor degan qorovul. U haligi perikroska bo'lganda to'riga borsang, katta joy bor, o'sha yerdan razvorot qilib kelasan degan. Lekin u shag'al bo'lgan, shag'aldan yurgim kelmagan. Chunki yukim og'ir bo'lganda maksimalni yuk bo'lgan. O'sha hisobiga kirgim kelmagan, shag'alga balonim teshilmasin deb haligi oldini berib turib, yondik ko'chaga orqa bilan kirib turib, keyin razvorot qilib chiqib ketaman deganimda treylerim orqasi tushib ketgan ariqqa. Kichkina ariq desam, katta ariq ekan.
Ha. Trakim orqa ballonlari osilib qolganda, havoda bo'lib qolganda, yani yerga tegmayapti. Gazni bossa ham foyda yo'q. O'shanda haligi Nechi pulga ketgan? Короче, o'zbekchilik qilganman o'sha yerda lekin. Haligi rost ekasini to'ying kelsa, rosa qimmat bo'lardi-yu. 100 mayl почти mana kilometrda 160 kilometr kirib ketganman o'rmonning ichiga. Ha. Qorovulni menga aytibdi, nima qilding dedi. Uyqusiradim deyapman. Charchaganimga bilmasdan tushib ketib qoldim, ko'rmay qoldim dedim. Chaqirib beraymi dedi to'ying. Chaqir dedim. O'sha yerda to'yingchilik bor ekan. Bitta farasi yo'q, chirib ketgan, allaqasida keldi. Ikkitasi chol. Ha. Ko'tarib olib chiqib berishdi. Nechi pul bo'ladi desam, nechi pul deyishdi o'shanda. 900 so'm bo'ladi. 900 dollar treylerni ko'tarib olib berishga. O'zinglar bilasizlar, trey u suv tekin degani-da o'zi 900 dollar. Ha. Bunaqa ishga. kami. Men haligi turib, deyapman, naqd pul beraman. 700 dollar qilib bergin, borib. Bir-biriga qaraydi-da, "O, sen bizlar bilan suvdalashma" deyapti-da. "O, iltimos deyapman, sal mani yordam qillaring, men pulim ko'p emas edi. Bu yoqdan olib keldim, menga dedim, anaqa chek bermasalaring ham rozi deb 750 dollarga ko'ndirdim-da. Aslida sizda nechi pulga tushgan o'sha bitta xatoyingiz? Mandami? Ha. O'sha 2000 atrofida. Ha. Manda ham o'sha karxonlarga chiqqanimda anaqa bo'ldi. Lekin Endi bu- drayvingni hozir eslolmayapman. Mhm. Nima qilganman? Qimmat tushgan xatoyim nimaligini esimga kelmayapti. Eslashga harakat qildim. Shuning uchun eng oxirida o'zim gapiryapman. Karxonlarda bo'lgan faqat manda-da. Boyagidek bitta ko'chaga kirib burilayotgani bu Instagramga ham qo'ygandim. Birinchi pozitsiyaga qo'ygan mashina burilishingizda endi daraxtlar bo'ladi-yu. Hmm. Mahallalar ichida o'shanda 3-4 mingga tushganman-da. Shu bir hafta ishlaganim shunday ketgan. Lekin Mashinani qirib ketganmi? Nima bo'lgan? ha, mashina xullas qalinroq daraxtni qalin nimasiga tekkan, salgina damage bo'lganda kirib qolgan. Kraska hech qayerga ketmagan, faqat kirib qolgan. Vakuum qilib chiqarib olish kerak bo'lgan. Endi ustaga tashlaganingizdan keyin bilasiz, ular vakuumni ular polni kraska qilishimiz kerak deb boradi. Shu lekin Yo'q, men o'shani eng qimmatini aytmadimmi? Sani qizurog'ini aytdim-da. eng qimmatini aytingchi. Men anaqa Jamol aka qimmatini aytyapman. Men Qimmati eng qimmati deganlaringizni qimmatini aytdim-da. Tak abishni istoriyalar menda ham bo'lgan. No trakka kirib qolish, trakka chappa qilish. Ag'darib o'rganman to'ntarib. bunaqa katta qimmat pulga tushmaganman. Mana oxirgisi sal mana qimmatroq tushganim radiator. Qimmatsam ham bo'ladi. Radiatorim teshilganda 1 yil oldin ana o'zimcha ekonom qilaman deb aftermarket qo'ydim-da, originalini emas. O'rislarda aytadi, "Skupoy plated дважды" deydi-yu. 1 yilga bormay, u ham teshildi, borib keyin originalni qo'yishga to'g'ri keldi. 2 martaga tushdim-da rasxodga. Ha, endi bu Double Yana- rasxod bo'ldi. Oddiy holi ko'pchilikda, bu ham anaqa ko'pchiligiga nima deydi, o'rnak bo'lib qol. Mana men xatoyim boshqalarga o'rnak bo'lsin degan maqsadda aytayapman-da. Mana arzoniga tushib, puldan qochaman deb 2 barobar qimmatga tushdim-da. boyagi Jamol aka mana sizni holatingizda-da, ya'ni hozir ham bunaqalar ko'p, bunaqa ya'ni shuncha ishlayapti degan trakda tashlab ketadi-yu. Majburlikdan qanaqa? tashlab ketadi. Kimda qanaqa fikrlar? Yaxshimi bu, yomonmi yoki sabr qilish kerakmi? Смотри, vaziyatga qarabda. Vaziyatga qarab. Unja og'ir masala lekin. Endi Misol qanaqa? Aha. misol qilib aytaman, endi qanaqa условияda olganga bog'liqda o'zi. Qanaqa sharoitda qanaqa kelishuv bo'lgan shofer bilan kompaniya. O'z ko'p kompaniyalar nimaga masalan shart qo'yadi-yu, men senga trak beraman, foizsiz olib beraman.
sen lekin mani kompaniyamda ishlab berasan deydi. Bu-chi juda anaqa xuddi qopqonga o'xshaydida. Qopqonga tushib qoladi. Ko'pchilik bilmaydida, va mana trakka olib beryapti kompaniya u yoq bu yoq deydi. Keyin mana Jamolda xuddi shunga o'xshagan vaziyat bo'lganda, yaxshi ish qilib bera olmasa ham ketolmay majbur ishlaydi. 2 yil, 3 yil o'sha trakini Da, yopmagunicha da. majbur bo'lib Boshqa joyda ish ishlayveradi. bo'lganda ham. Ish yaxshi bo'lmagandan keyin ortiqcha puli ham bo'lmaydi, trakni tez ham yopib bora olmaydida. Ana Shunaqa. 3 ga 3 taqalib yuradida, o'sha hisobigacha 2-3 yil yuraveradi kompaniyada ishlab, ketolmay. Mana shunaqa qilib qamab qo'yishadi. Endi u nima deydi, yomon kompaniyalar deydi, mashinnik kompaniyalar unaqa. Yaxshi kompaniyalar ham bor. Endi qarangda, mandagi Ish ham holat yaxshi qilib beradi, trakka ham normalniy ha. olib beradi. Просто man yordam tariqasida o'zini drayveriga, o'zida ishlayotgan odamga yordam tariqasida olib bergan yaxshi kompaniyalar ham bor. Foizsiz, shu bola foizga kirib qolmasin, bankdan olmasin, boshqadan olmasin degan maqsadda olib beradi. Shu bola keyin ishlab yuraveradi kompaniyada. Maksimal yordam qilib beradigan yaxshi kompaniyalar ham bor. Yo, yaxshi kompaniya ko'p. Bu yaxshi kompaniya nega odamlar topolmaydi deymanda. Shu yaxshi kompaniyalar ko'p. Yaxshi kompaniyagacha reklama Bilkam dunyoda reklama emas, qilib shunaqa. o'tirmaydi. Do'stlar o'zi bir-biriga aytadi-da, yaxshi kompaniyani. Yaxshi do'st bo'lsa, "Iye, telefoningiz ketdi." Endi shunaqa. Sababini ham bilamiz-ayu. Mana anaqa chiqishadi-da bir xil. Ko'proq mashinnik kompaniyalarda kuzatiladi bu narsalar. Ko'p narsa abishat qiladi. Men sizlarga 15 ming gross qilib beraman, 10 ming gross qilib beraman, undoq qilib beraman, bundoq qilib beraman. Juda ko'p abishanalar berishadi-da, va'dalar berib o'ziga tortib oladi-da, keyin o'ynatadi. Pulini bermaydi, u qiladi, bu qiladi. Nimani hisobidan shu va'da berishadi? Hech narsani, aldov, yolg'on gap. Pashti nima deb o'ylaysiz? Hamma kompaniyami yo ba'zi birlarimi? Hamma emas. Yo'q, Hamma nima emas. Men o'sha Ya, indimda yakunda mashinnik kompaniyalarni aytyapmiz. Mana shunaqa ko'p aldov qiladigan. Katta kompaniyalarga o'zinglar bilasizlar, zo'r kompaniyalarda даже reklama qilmaydi o'zini. Odam o'chib turadi ularga. o'zi keladi. Boyagiday nima deydi, shu reklama qilgan shu kompaniyalarga shu maksimalni bormaslik kerakmi deymanda, yana bilmadim. Men misol uchun reklamaga qarab biron bir kompaniyaga bormaganman-da. Bironta bir joyda uni reklamasini ko'rib men bormaganman. Yo'q, unaqa ham bo'lmaydi, chunki masalan, mana shu kompaniya ham o'zini reklama qiladi, tashiydi ko'plarga. Tashishadi, u normalniy narsa. Просто borishdan oldin o'sha maslahat bergan bo'lardi menga insonlarga. Men shaxsan o'zim nima qilaman? Men kompaniya o'zi bilan gaplashaman-da, shu driverni qidiraman men birinchi bo'lib. Driverdan so'rayman, ahvol qanaqa deb. Eng zo'r narsa shu. Driver aytadi, agar yaxshi inson bo'lib, yaxshi driver bo'lsa aytadi-da. Rekruting ham bordi. Masalan, bir xil driverlarga o'zida ishlayotgan $500 beraman, shofir olib kelasan deydi-yu. Biladi, kompaniyasi xalta bo'yotibdi, lekin $500 ishlab olgisi kelyapti. Va og'aynalari chiqib, "Kellaring zo'r kompaniya, ishga kirlaring cho'tki" deb aldab suvda olib kirib oladi, keyin o'zi yegan, boshqalarni ham yediradi-da. Ya endi yana bitta narsa bor. Endi misol uchun siz hozir aytasiz, chaqirib oladi deysiz-ku. Kompaniyada shunaqa driverlar bor, grossi постоянно o'shqaydi-da. Nima sababdan bilmayman. Постоянно grossi o'shqaydi. Tahorat qilib yursa kerak. Men bitta narsani aytaman. Bir xil driverlar bor. Umuman shu o'shqamaydi. Market yonib yotgan bo'lsa ham o'shqamaydi. Nima sabab shuni bilmayman. Bu riskda, nasibada u. Risk. Shuni tushunmaydiganlar ham bor-da. O'zi masalan bir xillarchi faqat noliyveradi-yu, ishim yomon, unim yomon deb urishadi, boshqa qiladi. Biz tavakkal qilishni bilishmaydi-da.
yo ishlashga ham bog'liq. Ishlashni biladigan ishlash bolalar ham odam bor-da. Baribir shunaqa. tajribadan kelib chiqadi-yu. Yangi Hamma narsada. masalan tajribasi yo'q bilan tajribali odamning farqi bor ishlashda. Tajribali bolalar baribir qaysi joylarga bormaslik kerakligini biladi-yu. Mana qarang, Javohir aka, O'sha siz joylarga o'zingiz bilan yuk esingizda olmalaring bo'lsa, deydi. Yoki borib qolsa ham arzonroq bo'lsa ham chiqib ketadi u joylardan. mana Javohir aka esingizda bo'lsa, siz bilan ishlaganman. Okani kompaniyalarida. Jamol aka o'chib qoldilarmi bilmayman. Men opitni bo'lib turib, birinchi marta displey ushatib so'kkanman-da. Ano bozor yonib turganda yuk olib bera olmagan edi menga. Oxiri chiqib ketgan edim-da. Ha. U kompaniya endi men o'zim ham chiqib ketdim. U o'sha aytganimda ozgina aldo yo'li bilan odamlar olib kelib Xuddi shunaqa bo'lgan. foydalanadigan kompaniya. Har xil va'dalar bo'lgan. Xullas, bo'ladigani bo'lganda o'shanda. Misol uchun mana oxirgi situationda mana tajribali bilan tajribasizni bitta misoli. Juda ko'p misol keltirsa bo'ladi. Yana bitta misolida. Driver kelyapti, yukini tashlayapti, keyingi yukiga masalan tayyorman deyapti-da, dispetcher yuk qarayapti. Har doim ham srazu ketiga ketini ulolmaydi. U o'tiribdi 5 soat, 6 soat, 7 soat shu yuk kutib o'tiribdi-da, shu 6 soat, 7 soatdan keyin bolalar men sizlarni kutdim, charchadim, endi yotib uxlayman deyapti. Yuk chiqadigan paytiga. Ha nimaga kutib o'tirding? Mana biz opitni bolalar asosan kelding, yuk yo'q dedi. Srazu yotib uxlaydi. Yuk olsalaring telefon qillaring menga deydi. Men tayyorman, men readyman deydi, yotib uxlaydi, o'tirmaydi. Vaziyatdan foydalanib uxlab oladi, dam oladi. Dispetcherlar yuk olganda o'zi telefon qilib uyg'otadi uni. Tajribali mana tajribasizning farqi. Tajribasiz o'tiradi. Yuk boylab qachon berar ekan deb kino ko'rib uxlash o'rniga. Javohir aka, sizda misol uchun kompaniyangiz bor-ku. Driver ishlatasiz adashmasam to'g'rimi yo ownermi? Owner. Bitta driver bor, bitta owner bor. Driver ham bor. Va misol uchun qanchalik kompaniya qilish oson yoki qiyin? Kompaniya yurgizish. Yurgizish qiyin. Nimada o'sha qilish muammo? oson. E'tibor berish Misol uchun sizda bo'lgan misol uchun muammolarni hozirgi kunda kompaniya ochishdan osoni yo'q, chunki uje servislar ko'p, shundoq boriladi, shu ochib beradigan odamga, shu odam ochib beradi. Bir deganda. Biladigan odamlar bor, uje servislar bor, kompaniya ochib beradi. Masalan, ochilgandan keyin masalan kerak bo'lsa Amazon xohlasa Amazon, ko'chada xohlasa ko'cha aktiv qilib berishadi. Safety ham servislar bor. Hamma narsani uje servisi bor. Siz hech narsa qilishingiz shart emas. Faqat siz nomingizga ochiladi bo'ldi. Siz faqat yuz bo'lib tura olasiz. Keyin ochilgandan keyin dispetch servisi olasiz, boshqa olasiz, shoperlarni chaqirishni boshlaysiz. Mana menda eng katta muammo bo'layotgani shoper topish. Chunki mendan kelib so'rashsa ko'pincha nima qilib berasiz deyishadi. Hamma o'zi qulog'i bilan yoqqanini qoladi-yu. Men bilmayman deyman. Hammasi Allohdan, bozordan, sani anaqangdan, omadingdan. Nima bo'lsa o'sha bo'ladi. Masalan 10 ming, 15 ming, qanaqa 7 ming, 8 ming deya olmayman deyman-da. Qo'limizdan kelgan maksimal ishni qilib beraman. O'sha nima chiqsa o'sha bo'ladi deyman-da. U yoqmaydi ko'pchilikga. Deydi, bo'lmaydi deydi. Ana yerda boshqa abishat qilgan odamlarga o'tib ketadi. Ko'proq abishat qilganlarga. Lekin o'sha bilan bir xil menda. Mendan o'tib ketmayapti. Bir xilmiz. Ro'sta men unaqa mendan qilib beraman deb aytolmayman. Menda shu muammo bordi. Keyin 24/7 kontrol qilish kerak-da. Dispetcherlar eng mana qiynalgan narsa
Ano hamma o'zini ishini bilib qilish kerak-ku. Shofer o'zini ishini bilib qilish kerak, dispetcher o'zini ishini qilish kerak. Qilmaydi-da ko'pchilik o'zini ishini bilib. Постоянно terga Misol urish uchun kerak. man Haligi dispetcherga qara, o'tirib qolyapti, qara, uxlab qolma deb. Masalan, menda boshida o'zimni dispetcherlarim edi. Ularni ketkizib yuborib, hozir servisga o'tganman. Nimaga ketkizib yubordim? Uxlab yuborardi-da. Boshini tepasiga kamera qo'yib qo'yganman. Baribir uxlab yuboradi, borib bekin uxlab hozir yuboradi. Shunaqa charchab ketganman, o'ldi. Nima uxlayapsan? Sen uxlamayapman deydi. Kameradan umuman 1 soatdan beri yoqib qo'yganman-da kameraga qarab turibman. Yo'qsan kompyuter oldida, yo'qsan qayerda eding deyapman-da. Yo, shu yerda edim hozir aka deb qo'yadi-da. O'shandan shunaqa yomon muammolar charchaganman. yo'qmi? Hozir endi kamerada ko'rolmayman u servisni. Ularni Yo, bilmayman endi. Uxlayaptimi, servis uxlamayaptimi? yo, man misol uchun o'sha dispetch servis olgansiz-ku. Hozir Ha, ularda boyagi eski holat yo'qmi? Eski oldingidek misol uchun ularni ham tergab turishingiz kerakmi baribir? bularni ham baribir tergab turish kerak bo'lyapti-da. Baribir nima dispetcher yotibdi, nima qaramayapsan, nima bunaqa yurg'izmayapsan, mana bunaqa yurg'iz, bunaqa yurg'iz. Постоянно yetib turish kerak bo'ladi. O'sha meni Nega ular charchatadi. Masalan, qarang, o'zimni qarangda hayotim men o'zim ham yo'lda yuribman. O'zim ishimni qilolmay, yana qo'shimcha ish kelyapti. Orada shoferlar chiqadi, aka mana bunaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti deb ular muammo bilan chiqadi. Ularning muammosini hal qilish kerak. qarang, Javohir aka. Ha, Nega misol uchun olmaysiz shunaqa misol uchun servis? Hamma narsasiga o'zlari javob beradigan servis nega olmaysiz? Чтобы siz olish boshingizni niyatim bor. qotirmaysiz o'sha narsa bilan. Nega olmaysiz shunaqa servis? Mana hozir men o'shanga kelib to'xtaldim. Boshim urilib. Har bitta narsada baribir maslahatchi kerak ekan, ustoz kerak ekan. Mana menda shu kompaniya yurg'izish bo'yicha menga ustoz kerak bo'lyapti-da. Rosa qiynalyapman-da kompaniya yurg'izishda. Atrofimdagilar hammasi shoferlar-da, tanishlar. Shoferlardan nimani so'rayman? Ular yo'lni Qarang, biladi, haydashni biladi, kompaniya yurg'izishni bilmaydi-da. Hozir mana shunga to'xtalyapman. Menga yaxshi bitta menejer kerak-da. Menejer qidirib yuribman. nima qilish kerak bu menejer sizga? Menejer o'sha u yuk qaramaydi, boshqa qilmaydi. O'sha shofer bilan gaplashadi, safety bilan gaplashadi, dispetcherlar bilan gaplashadi. Mana vaziyat qarayapti, har kuni mana ochyapti, shoferlar qanaqa yuryapti. Nima muammo bor? Shoferlarda muammo bo'lsa menga chiqmaydi-da, menejerga chiqadi. O'sha buzilib qoladimi, nima bo'ladi, nima muammosi bor, dardini eshitadi. Dispetcherlar sal parod qilayotgan bo'lsa, dispetcherlar telefon qiladi-da, "Bu deydi, nima shofer mana bunaqa yuryapti? Nimaga mana bugun haftalik, bugun selidan yotdi, nimaga bu yoqqa yurg'izmading?" O'sha hammani tergab turadigan odam bo'ladi-yu. Hamma narsaga. Mana haftalik gross chiqyaptimi? Haftalik grossni ochyapti-da, kim necha pul topdi? Nimaga men bu hafta kam topdi deb. Shu hamma narsani kontrol qilib turadi. Dokumentatsiya, U ishchi. Masalan, men rekruting qilib mana ishchi shoferlar topdimmi? Menga shofer aloqaga chiqdimi? Oki kompaniyasiga kirmoqchiman. Bo'ldi, gaplashaman-da, menejerga o'tkazib yuboraman. Mana bu nomer, telefon qilasan. Shofer gaplashasan, hamma dokumentatsiyasini qilasan. U qilib o'tirmaydi dokumentatsiya. Shofer bilan gaplashadi, shoferdan ma'lumotni oladi, safetylarga berib yuboradi, safetylar qiladi. Просто o'rtada, hammani o'rtada posrednik bo'lib, meni ishimni oladi-da. Men unaqa qilib o'tirmayman. Men faqat oylik qarang, berib turaman, bo'ldi. qarang, o'sha odam O'zbekistonda bo'lishi kerak. Katta ehtimol bilan baribir, to'g'rimi? Ha, Amerikada ha. olmaysiz. Yo'q, Amerikada bunga oylik qilib bera olmayman. Qarang, yo, misol uchun boya dispetching servis bor-ku, o'sha dispetching servisni yaxshi servis ko'rsatadiganlarni uslugasi qimmatroq emasmi yoki arzonmi yoki ikkalasi ham bir xilmi? Почти bir xil. Ya, u почти bir xil Ozgina deydigan farqi bor. bo'lsang, Mikoyilakaga to'g'ri kelmayapti-da. Ya'ni Yo'q, misol mana uchun u faqat zo'rlari uni bor deylu. Mana qachongacha siz misol uchun tergab yurasiz? zo'r servis ko'rsatadigan bolalar deylu. Zo'r servis ko'rsatadigan bolalar, ularni o'zi klienti bor, ularga bizga kerak emasmiz, olmaydi. Ha? Ularda o'zi
10tacha kompaniyasi bor, har bittasi 20-30tadan trak, ular уже telefon qilib gaplashilsa, hokim bizdan vaqtimiz yo'q, imkonimiz yo'q deyveradi-da. Aha. Yaxshilari. Boshqalari esa juda asabiy O'rtacha hali bo'ladi. nima deydi? Yengil kompaniya mana masalan mana kichkina kompaniya mana. Kichkina kompaniya bo'lganimdan keyin o'zimga o'xshagan kichkina servislarga to'g'ri kelaman. Ular ham ko'tarilayotgan bo'ladi. Menga o'xshab. Biriga ko'tarilishga to'g'ri keladi ular bilan. Hozir menejerga to'la va o'zi bir unaqa bir ko'p bir qiyin bilmayman. Yo'qki, mana bilmayman, ya'ni. o'zim mana mandaqada agar o'zim trakdan tushib qiladigan bo'lsam, u problema emas. O'sha hamma ishni o'zim qila olaman. Menga nima bo'lyapti, o'zim haydayapman. O'shanga og'irlik qilyapti menga. Masalan, yo'lda yuraman, charchayman. Dam olishim kerak, dam olish o'rniga mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanish menga уже og'irlik qilyapti. Kimdir aytadi, Aslan gapiring, ovqatlanyapti u. Zavtrak bilan obed bitta bo'lyapti, o'shaning uchun hozir bo'lasizlar. Jamol ketdi, ularni olmayapti. Bilmaysan bori. Mayli Hali endi. gapirsa gap ko'p. Mayli endi. Mana O'sha sizlarda Do'st Muhammad mana savol bilan ko'mib tashladik. Men ham savol beray. Nega kompaniya ochmayapsiz? Eng katta muammo men uchun driver topish. Kompaniya ochish, yurgizish, uni vaqti o'ylamayman. Menda eng katta muammoyim o'zimga o'xshagan driver topish. U hammada muammo. O'shaning uchun Hammada ochmayman muammo. men. Nima kerak? Hozir men misol uchun kompaniya ochaman mana. Xuddi mana sizdagi holatda, ya'ni bitta kompaniya ochaman. Shuncha muammolar bilan yurishligim kerak. Какой-то Foyda summa yo'q. uchun. Eng qizig'i bir xil payt nima yop borgim kelyapti. Chunki 2 yil bo'lyapti. Men hali bir so'm pribul ko'rmadim-da kompaniyadan. Yo'q, Faqat ya'ni tushgan pul men faqat ish bilan ta'minlab beryapman, bo'ldi-da bolalarni. Tushgan pul safetyga ketyapti, dispetcherga ketyapti, driverlar hamma narsa shu tarqalyapti servislarga. O'zimga hech narsa qolmayapti. Men o'zim hozir bu faqat ishlab yurganim qolyapti. O'zimni kompaniyamda bunaqa ishlab yurman, desangiz, birovni qo'lida emas. anaqa, ya'ni zo'r o'xshatish qiladi. Hozir misol uchun ko'raydiganlar, mana deydi, men bu kompaniyani qara deydi, zo'r bo'lib ketyapti-ku deydi. Bilmaydi u qanaqa zo'r bo'layotganligini yoki boshidan nimalar o'tayotganligini-da, oddiy misol. Yo, endi bir xilla bor. Masalan, o'zimiz ham ko'rganmiz, qisqa muhlatda yarim yilda 20 ta 30 ta 40 ta trakka ham aylanib ketgan kompaniyalar bor. Bu shustri deyishadi. Bu shustrilikda emas, omad. Mani vaqtim kelmabdi endi. Menda o'sha narsa shu bir kun vaqtim kelib qoladi, Allohim peshanamga yozib qoladi, birdaniga masalan kompaniyam kengayib ketishi mumkin. O'sha kun kelmadi hozir. Bo'ldi. Men hech narsa siqilayotgan joyim ham yo'q. Xafa bo'lib, boshqa qilib, nimaga unaqa bo'lyapti ham demayman. Nasib, Allohim bergani. Hayotim ketyapti, ishlayapman. Nima deydi? Anaqasini. Sababini qilyapman. Natijasini Allohimga tashlab qo'yganman. Bir kun natijasi bo'lib qolar. Men sababini qilib qo'yapman. Jamoldan Men de bilmadim, Jamol programma o'tib Programma o'tib o'zidan o'zi. Shuncha gaplardan qolib ketdik. Shuncha gaplar qolib ketdingiz, mayli endi. Qolib ketdik. Shu kompaniyani ochishda san aytyapmanki, menga shuncha bosh og'ri kerakmi deyman, gashi kerak emas, menga shuncha bosh og'ri deyman, to'g'risi. Bilmayman. Men endi shunaqadirman. Kimdir qanaqa. Jamol, nima kompaniya ochmayapsan? Kompaniyami? Ha. Kompaniya buni tilini bilmayman, qanaqa yuritish uchun. Qanday buni qanday bilmaydi buni tilini? O'zingiz trakda ishlab yuribsiz. Ya, buni tilini deganda ichkarida ekan. Men kameram to'g'ri bo'ldimi yo'qmi, uzr. Mana shu joyiga. Yo'q, teskari bo'lib qoldi. Telefoningizda anaqasidan o'chiring, ana buriladigan joyini buring. O'chik.
O'chik. O'shanga hayron bo'lyapman, nimaga bo'lmayapti deb. Mana shunday tursa normalmi? Sizni antennangiz bu. Hozir Alo, yaxshimi? alo. Ovoz bormi? Gapiring. Bilyapman. Yana ketdi. Yana ketdi, rekordingga kirib ketdi. Reconnecting bo'lyapti-ku. Biz gaplashaveramiz. Shunaqa mana live qilamiz dediku, Meksikada bekor hozir qamalab lifestyle farqi yo'q. Kimdir uziladi, Mana- kimdir ulanadi, kimdir ovqat yeydi, ovqatini reklama boshqa qiladi. variant yo'q. Endi hayotimiz shu Qolganlarni tarzda qorni botdi-ku. och, ovqati yo'q demaydi. Voy, ana Ko'rsatayman. Ana Man kuni ko'rsatayman, nima aytganim? ko'rsatma. Yo'q, endi live bo'lsa oxirigacha. Ha. Bo'lsa oxirigacha bo'lsin. Ko'rsam bo'ldi. Keyin aytib beraman bitta narsani. Mana bundoq qilamiz-da, bu yerda Toshkentcha to'y oshi. Degan mana shishali ovqatlarda issiqqina. Savolingiz menga bermadingiz, aka? Ha, sen nimaga Kompaniya kompaniya ochmayapsan? Hop, kompaniya 3 marta harakat qilganman ochishga, aka. 3 marta. Birinchisida sherikchilik bo'lgan. Sherikchilikda bitta kompaniya ochilgan, yana bitta endi o'xshamagan. Ikkinchisini sotib olganman. Uni уже nima deydi? Yurg'izishga hafsalam bo'lmagan. Sotib olganman. Uchinchisida anu 6 oy poylaganmiz, Amazonga apply qilganmiz. Email qaytadi-yu, ochilmasa qo'yib qo'ygan. Ham nasib emas-da. Endi mana hozir yaqinda gaplashdik. Bizda sherigim bor, inshaalloh. Yaxshi do'stim, ukajonim bor. Xudo xolisa kompaniya boshlaganmiz. Sherikchilik yaxshi, o'zimga o'xshagan yaxshi insonga. Zo'r yigit. Bu ham kompaniya ochamizmi deganimizda to'ra oldin aytganman, aka, boshim ortmang, qo'ying. Bu ham kompaniya ochib yurg'izgan bola edi. Barqaror bo'lib qolgan edi. O'shandan keyin aka qo'ying, tinchgina, boshim ortmasdan, bola chaqam oldida bo'lib ishlab yurayman ishda. Traktordan tushib ketgan u ham. Traktor yurgan bola, traktordan tushib, ofis ishlayapti, o'sha flitda ishlayapti. Aka qo'ying, men tinchgina yashaydi dedi. Oradan 4 oy o'tdi. Taklif bergan edim sherikchilikni. 4 oy o'tib, mana shu kattami oldin telefon qildi. Aka dedi, charchadim dedi. Nima bo'ldi desam, hayotimda o'zgartirish qilmasam bo'lmaydi. Yangilik qilmasam bo'lmaydi. Yururmayman-ku dedi. Hali ham o'sha taklif dedim. Bo'ldi dedi. Faqat dedi, aka, men finansiy nolman dedi. Yo'q pulim dedi. Sen finansiy o'ylamadim. Sen o'zingning vazifang dokumentatsiya qil dedim. Yugur san qil dedim. Qolgan yugurish finansiy hozirgi holatdagi finansiy men olaman dedim. Reklamani o'zim olaman dedim. O'zim uchun o'zimiz vazifamiz o'zi aniqda, ya'ni u dokumentatsiya bilan yuradi. Men bu yerdagi odamlar bilan ishlash, reklamalarni o'zim bo'ynimga olaman. Akalaringiz ham Amerikada. Ha, işte bo'la. O'zbekistondagi sherik qilish niyatim yo'q. Men aslamnom hamma narsani men Amerikaga olib kelish, tortib kelish. Men balkim ishlarimiz O'zbekiston bilan, lekin baribir Amerikaga tortib kelaman baribir. Ko'p narsani. Men shaxsan o'zim o'sha bir endi masalan dispetcherskiy bo'lishi mumkin. O'sha qanaqa bo'ladi hamki, o'sha bir gaplashganimizda aytdik-ku, driver license'lar, social security'lar faqat o'zimizda turadigan bo'ladi. U chunki men o'zim xohlayman u narsani birovga chiqib ketishini. Sekretni bo'lib turishni xohlayman u narsani. Birovning informatsiyasini tarqatishni istamayman. Safety Amerikada qolishi kerakda. Ha, safety Amerikada qoladi-da. Safety Amerikada qolsa ma'lumotlar. Menga shu tinchgina mazza qilib yurish yoqadi. Ortiqcha bosh og'riq. Menda ortiqcha bosh og'rig'im bor-ku baribir. Nima farqi nima menga? Menga bunchalik. Sani bosh og'rig'ing yomon ko'p deysan, mana shu ushlab bo'lmaydi. Men undan kayf qilaman. Men o'zim undan kayf qilaman. Men gapirib beraman, o'sha aytishligim aytadi-da, aka, ana 24 soat 7 znak qo'yib qo'yganimda, aka, kam emasmi deb qoldi. Nimaga aytsam, 28 9 qo'ying, nima farqi bor? Aka, har doim qaraysiz deydi. Neganda,
Men kompaniya E, ochganimda miyamda planlar qilgan edimda. Ochaman hozir 1 yilda yurg'izaman, shoferlarni yig'aman, Toshkentda ofis qilaman, keyin o'zim ketaman O'zbekistonga. Borib o'sha yerda o'tiraman ofisda, bolalarni boshqarib. Yo'qda kompaniya anaqa qiladi, sherigim bor, sherik san yurg'izasan, u Amerikada, men O'zbekistondan turib boshqaraman deb plan qilgan edim. Vatanga qaytish rejasini qilgan edim. O'xshamadi deydi-yu. Paka o'xshamayapti. Shunaqa sog'indim, borib bir 3-4 yil O'zbekistonda yashab kelgim kelyapti-da. Choyxonalarga borib, tog'larga chiqib, Основной maqsadimiz Jamol o'sha nima bor Qaytjon, edi, baribir finansiviy ano finansiviy nimadan nima derdi-ya, so'z bor-ku. finansiy Soqit bo'lishdi. nezavislikdan Bemalol shunaqa finansiy nezavislik bo'ladi-ya. shunaqa. Niyat shu-da, masalan, menga shaxsan o'zimga agar oyiga shu 15 bilan 25 o'rtasi shu bolalarimni oldida bo'lib bemalol xotirjam uxlaganimda rasxotim yopib qolib qoladigan shu uzoq 30 ming deylu menga yetadi-da o'zi. U insonni o'zini limiti bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yo, reality bu. oyiga Yani 30 ming dollarmi? O'zbekistonliklarni miyasi borib, Yo, chunki menda yo, chunki skromniy gapirib qo'yib. Yo, chunki menda masalan farzandlarimni maktabi bor, uyimni to'lovi bor-da. Agar hozir qancha uyimni to'lovi ketsa hamchi 10 mingdan 15 ming mashina aytadi. Namundan aytadi, 15 mingdan dash. Uyimni to'lovi qimmat, maktab puli bor-da menda. Chasli maktab bo'lgani uchun. Masalan, o'zi realni aytaman, ishlashni istayman mana bu. Bolalarim oldida bo'lib, tarbiyasi bilan ko'proq shug'ullanib. Qarangda, hozir misol gapiraylik. Men uydan chiqyapman-da. Katta qizim, men oilaviy xarajatimiz endi eng og'ir joyida, uni uzib oladigan joyi. Shunday osilib oldi-da, yig'layapti-da qizim. Jon, ketmang deydi. Yuk olganman. Chiqib ketishim kerak. Prosta eshiging tagida o'sha kuni qanaqa yo'lga chiqolman dedim. 20 minut eshiging tagida turdim-da, bolalarimni achom qilib, to erkalab, ketishimni tushuntirib. Bolalarimga va'da qilyapman-da. Bolalarimga va'da qilyapman-da. Bolalarimga xudo xolis ozgina harakat qilyapman, bolalarim ozgina qoldi dedim. O'zi ketmayman dedim, oldinglardan deyapman-da. Chunki harakat qidaman-da, ketadaman shu. boyagida aytmoqchi bo'lgan narsam, biznes ochganingizdan, kompaniya ochganingizdan keyin ham baribir uni o'ylamasangiz ham bo'lmaydi-da. Uni yurgizish ham bitta ishda, ya'ni baribir halovatingiz ketadi-da unda ham. Men shunaqa deb o'ylayman. Baribir halovatim yo'q-ku. Nima farqi bor? Siz hozir ya'ni trakdan tushib, oilamni oldida bo'laman. O'shaning uchun ya'ni trak kompaniya yechim deyapsiz, to'g'rimi? Hajabida. Qism shunaqa. Lekin o'zi men takitak o'zi baribir shu ish qolman, shu vaqtda o'zi barobar olib ketsa bo'ladigan narsalar bor-da hayotda. Bitta shu trak olib qolish niyatim yo'q. Masalan, barobar parallel olib ketaman, ko'p masalan, maksimal darajada. Чтобы mana trakdan tushishim kerak deganlar ko'p-da. Ko'pchilik aytadi bu narsani. Lekin sababini qotganlar kamda. Nima qilish kerak? Bilmadim, okey, masalan, men o'zimni bilaman. Tushib ketgan bo'lardim davnodiga. Tushib ketganman, lekin bilasizlar, uni yashash kerak-ku. Eng qizig'i bitta shu insoniyat pul to'laydi yashash uchun. O'shada, ya'ni insoniyat. bizlar shu misol uchun men o'zim aytaman-da, mana hozir trakdan tushding, yana ishlading, keyin yana pul, keyinchi ko'p puling bo'ldi, undan keyinchi. Yaxshi hayot. Maqsadimiz hozir yaxshi pul topib, yaxshi yashashlik. Hop. Faqat birinchisini qilyapti-da ko'pchilik. Pulim bo'lsa o'zim bilaman nima qilishni bor. Nima qilamiz? Jamol qaytdi. Nima qilasan? Puling ko'p bo'lsa.
Mana men hozirgi kunda Jamol aka gapiring. Gapiring Jamol aka. Nimani? Nimada Puling ko'p ketib bo'ldi, o'tadi, hozir vasha nima maniki qilasan? yana mumkin. Yo, pulim ko'p bo'lsa o'zim bilaman, borib maza qilib O'zbekistonda yashayman, bolalarimni o'qitaman, qarindosh urug'larim Yo, bilan chegarasi Nega qancha? bo'lgandan keyin Qachon mana muammosi qachon bo'lmaydi. to'xtaladi mana? Qancha Odam bo'lishi qachon kerak? o'lsa keyin Masalan, to'xtaladi. kimgadir 1 milliard pul yig'sam, keyin dam olishni boshlayman deydi. Kimdir 1 million yig'ib olsam dam olishni boshlayman. Asfon aytayapti, oyiga 30 ming dollar pul kelib tursa, men o'shanda to'xtataman deyapti. Albatta, Normasi, chegarasi 30 qayerda? ming dollar kelib tursa, endi bu ham bilmaymiz hali keyinchalik nima bo'ladi. Hozirgi vaqtda 30 ming dollar bir oyga bo'lib tursa, normalni dam olmas, bari o'sha 30 ming uchun siz hali qancha mehnat qilishingiz kerak edi, o'sha 30 ming keltirish uchun. U joyini ham esdan chiqarish kerak emas, chunki dam menimcha qiyin masala. Tomonu qarang. Uyimni pulini to'lab olay, inshaalloh. Menga o'sha yashash bemalol qolib qoladi-da, ya'ni uyimni to'lovi 5 ming dollarda. Hozir agar 5 ming dollar to'lov yonimda qolsa, yiliga 10 ming to'layman-da shunda. Ya'ni nalog hisobi, maktab hisobi. 10 ming to'lasam, taksi qilsam ham bor-ku, ko'taradi-da. Bolalarimni oldida bo'laman. Mana shundan shu uy Masalan, olganligingiz ya'ni uchun yaxshilik qilishga, masalan, boshqa narsaga vaqtim bo'ladi-da. Odamlarga yaxshilik qilish uchun, qanaqadir ideya olib chiqish uchun, yana qanaqadir proyektlar olib chiqishga, masalan, menda variant bo'ladi o'sha narsa. hozir shu boyagida uy olib qo'ygansiz, o'shanga ham ishlashingiz kerak hozir. O'shaning uchun ham. O'shani manda shu faqat. Hech qanaqa to'lovim yo'q-da boshqa. Men misol uchun uy olmaganman-da. Men misol uchun uyim yo'q, uy olmaganman. Ben uy olishimdan oldin birinchi pul keladigan joyda qilib, undan keyin uy olishni men rejalagaman. Ungacha olmayman deganman. Men o'zi charchagan edim-da, yoki apartamentlardan kichkina joy charchagan edim. Men yaxshi sharoit xohlaganman, bolalarimga yaxshi rayonda joy yashashiga, tinchroq yashashiga xohlaganman. O'zim uchun ham, bolalarim uchun olganman. Misol 2 xonali emas, 4 xonali uy olib, misol uchun yaxshi joydan 4 xonali uy olsangiz ham misol bemalol bo'ladi-yu. To'g'ri, uy olishingiz kerak. No, menda aytayapman, чтобы uyimni pulini o'ylamasligim kerak, чтобы to'lovimni menga pul keladigan joy bo'lgandan keyin men uy olaman deganman-da. Bilmayman, qachon unaqa narsa bo'ladi. Taksilarda ham o'zlatan bo'ladi-da, gaplaringiz. Yo'q, o'zi unaqa qimmat bo'lish kerak emas edi paymentdan, lekin voy, xabari yo'q. Просто uyga qurib turganman-da noldan. O'sha paytda prosentlar oshib ketib qolganda, ko'tarilib ketib qolgan edi. Bitta savol hammalarga, ko'pchilik biladigan narsa. Kreditning istoriyasi qanaqa hammalarning? Ahvol. Menda kredit istoriya unaqa yaxshi emas, chunki men kredit karta ochmaganman. Oxirgi 2 yilda kredit karta ochganman. Oxirgi 2 yil bo'ldi kredit karta ochganimga. Qanaqa necha? 550. 657. Sizlarcha Jahon aka? Tekshirib aytaman. Ben 2 yil bo'lgan Yaxshi kredit paytlar. karta ochganimga. Endi bu tema lekin kerakmikan deyman-da. Ma'lum. Bu narsa bor-ku, yo'q emas. Yaxshi uchun- edi, bilmayman lekin hozir. Nima hozir Qancha nimaga u bo'ldi kreditni tekshiraman. skor kerak? Baribir endi Savollar Amerikada shu narsa. Shunga taqaladi baribir o'z hamma narsa. Uy, mashina olish, kredit olish Hammasi hammasi taqaladi. kredit skor. Chunki Masalan, odamlar qizg'anadi odamlar- naqdga ishlashga. Masalan, shunaqa aniq bo'lib qoladiki, mashinalarni 5% yoki 1% ga yoki qanaqadir beradi-yu. Yaxshi kredit istoriyasi bo'lsa mashina beramiz anaqaga deydi-yu. Shunaqa aytmoqchiman-da. Men mashinani Men bu yerda anaqa qilmoqchi emasman, anaqa qilmoqchi emasman. Religiozniy tarafdan, diniy tarafdan emas, просто savol. 726 ekan mana. menda 726. 2 yil bo'lgan kredit karta ochganman. Undan oldin bitta kredit kartam bo'lgan. Capital One o'sha boshida Amerikaga kelgan vaqtim
naqd pul berib kredit karta ochtirganman, keyin yana qaytarib tashlab bergan, shu bilan u kartam yopilib ketgan. Undan keyin 2 yil bo'ldi kredit karta ochdim. Ungacha umuman kredit kartam ham bo'lmagan, kreditga mashinam olmaganman. Mana shu kreditga mashina oldim. Boshlandi to'lov. Yomon ko'raman. Shunchalik yomon ko'raman, ya'ni oyma-oy to'lovim borligi va shu yoqmaydi. Birinchi Shunday. birinchi olgan tragim ham o'sha oylik to'lovi bor edi. Low mountdan oldim. Keyin u total bo'lib ketgan avariyada. Keyin inshuransdan $40,000 naqd pul olib, boshqa trak olganman $40,000 naqd berib. O'shandan keyin shu bilganman, o naqd berib olsangiz, oylik to'lovingiz bo'lmaydi-ku. Maza qilib yashaykansizda, to'g'risi. Maza shunaqa. Mani kreditni istoriyam 814 hozir. Kimniki? Menga- Saniki? Maniki. Zo'r ekan-a. Kuchagan. 3ta mashina yopilgan. 3ta mashina yopilgan. Bitta uy tanishimizga olib berganman-da, ular olib chiqib ketdilar o'zlarining nomlariga, o'zi 4 yildan oshib ketdilar. U yopilgan hisoblanadi baribir. Bir amba o'tgan yil tushib ketib qoluvdi, qarzlarim ko'payib ketganiga, lekin uni yo'li bor-da, tezda so'lash. Masalan, bir oyda 2 marta, 3 marta to'lov o'tasiz, qo'shasiz. O'shani o'zingizni ish bo'lishidan qat'iy nazar 30% dan kamaytirishni boshlaganingizdan keyin sразу ko'tarib boradi, reski. Endi hammasi pulga taqiladi-da, misol uchun. Uyamchi 780 yurardi kredit skor. Mana qanaqa to'laysizlar? Masalan, lehkovoy mashinalarga paymentingiz qanaqa? Insuranslar. Men $250 to'layman. Insuransga. Oyiga. Javohirga sizcha? Men 1 yillik to'lab qo'ydim, to'laysizlar. 1600 mi, shunaqa to'ladim 1 yilga. 1600 bo'lsa, Maniki $100. Oyga. Qani kalkulyatorda solamiz. Endi menda yangi 200 mashin, 200. yangi mashin bo'lganligi uchun menda shunaqa. Menda New York yana. Ha, New York. New York. 130 NYC, aka NYC bu, NYC. NYC. shaharliman deb qo'y. Qishloqda tursa. NYC aka. Insurance. Kredit bo'yicha bilgan, eplagan odam. Men Amerikaga kelishimdan oldin bittasi aytganda, Amerikada yashaydigan odam, va borsang kredit olma deganda, yomon narsa, san botqoqga tortib ketadigan narsa. Keldim, ko'rdim, haqiqatan shunga o'xshagan narsa. Agar kimdadir o'sha pulni ishlatishda, hisob kitobda yaxshi biladigan odam bo'lsa, qilgani yaxshi, olgani yaxshi, tushunadigan odam, ani o'zini to'xtata oladigan odam. Ko'pchilik hisob kitobni yaxshi bilmaydi, finansiy gрамотность deydi ruschada. Finansiy gрамотность yo'qda, beryapti deb olib tashlashadi. Moliyaviy savodxonlik. Onasini hamsan. Shunaqa o'zbekcha. Yo'q, maksimalni harakat qilaman, o'zbekchaga, sof o'zbek tilida gapirishga harakat qilish kerak o'zi. Podkast qilgandan keyin ommaga chiqamiz-ku, sof o'zbek tilida gapirish kerak. Moliyaviy savodxonligi past odamlar o'zini jilovla olmagan holda ko'p kreditlar olib tashlashyapti. Ketdi yo'q adabiy bo'lib. Haligi oyiga to'lovi 15,000 dollar darajasiga olib borib qo'ygan o'zini odamlar. Endi savol, qimmat narsa kreditga olganlar. Sug'urta. Endi qaranglar-da, mana orzuyim deyishyapti, borishyapti $100,000 mashina olishyapti. Yoniga yana bitta mashina qo'shib qo'yishyapti $50,000 ga. Ikkita mashina qilishyapti. Uy olishyapti mana. Mana asqo'y totdi $5,000 uyim. Bo'ldi. $5,000 ga bitta $100,000 mashinani olsa, o'sha mashina ham yana $2,000 to'lov. 7,000 bo'pti. Trak oladimi? Bitta borib yangi trak oladimi? Trak paymenti nech pul bo'ladi? $4,000. Insurance mana o'zi 10,000 dan o'tib ketdi o'zi. Men hozir telefonda gapirmayapman, uyga olgan mebelni gapirmayapman, kreditga, televizorni gapirmayapman. Yangi iPhone'lar olishadi o'ziga, iPhone, xotiniga iPhone, bolalariga iPhone, PlayStation.
O'zbekistondan kreditga uy olib qo'yadi, do'ngli, biznes qilishim kerak edi Toshkent City'da. Bittasi Qarabsanki, ko'rsataman, 15 qarang. ming dollar to'lash Pul kerak. to'langan, U qarang, ani pul to'langan, lekin ishlaydi, qarang. Mana shu aholini ko'rasizmi? Semirib ketgan o'zi, ichiga chip ani olishi yo'q. 100 ming dollarga olingan BMW bor-ku, 2.7. Haydalmaydi, yotadi uyda. U ertalabdan kechgacha trakda. Eshakdek dam oladi. O'tiraylik, choyxona qilaylik, o't-bo'tga sayohatga chiqaylik, desa, men ishlamayman deb, allaqam yo'q deb, ishlashim kerak deydi. Pul kerak, pul kerak. Mana Конечно, bitta o'tirishni organizovat qilolmayapmiz. Nimaga? O'zimizni o'rtaman. O'zbekistonliklarga havasim keladi. Oyigacha 3-4 marta choyxonaga borishadi. Amerikada yurganlar sallaga mazza-yu deyishadi. Nimasi mazza? Ertadan kechgacha eshakdek ishlaydi hamma, bor. Bir choyxona qachon o'tirding, oshposh qilib, choyxona qilib o'tirding desachi, bir yarim yil yo 1 yil oldin deydi. Tog'ga chiqishni gapirmayapman. Tog'ga chiqmagan ki Amerika kelganidan beri tog'ga chiqmaganlar bor. Shaharidan tashqari chiqmaganlar, trakdan tushmaganlar. endi ish. Mana mavzuga qaytsa, o'sha nimaga savol berayotganim, mana oxirgi paytda ko'rayotgan bo'lsangiz, ishonch degan narsa bor-da, odammi? Masalan, sizlardan hech kimni so'ragan, mashinani berib tur yoki nomingga mashina oling. Ben qaytib hech kimga olib bermaydigan bo'lganman. Xuddi shunday men ham hech qachon O'zing bilasan, Son. Amerika. Yo'q, endi aytib beringlar. Nima sababdan? Manda o'zimda bo'ldi-da, meni o'zimda bo'ldi. O'tgan yil emas, mana shu yil bo'layotgan narsa. Bitta tanish ham, qanaqa tanish? Telegramda, gruppalarda tanishgan odamim. Yordam sifatida bitta yangi green karta bilan bola keluvdi. U aytdi, aka bitta mashina bering dedi. Hech qanaqa muammo yo'q, to'layman aka dedi. G'irt begona u ham. Bu aytayotgan odamim g'irt begona. Mashina u bolaga olishga borayotganimizda aka chiqdi. Ketdik boraylik dedi, bordi, xullas dillerdan bitta mashina yoqib qoldi unga. Keyin mendan so'rayapti, "Davay" dedi, "gaplashib bering, menga kreditga beray ekanmi shu mashinani" dedi. Keyin bo'pti dedim, gaplashdim, hokazo o'qildi, unga bermaydigan bo'ldi. Chiqmasang dedi, bunga chiqarib beraman dedi. Shunaqa to'lab hamma narsani aytdi. Va'dalarni berdan brat. Men bu qo'raman. Oradan 20 kun o'tyapti, 20 kundan keyin tab mashinani qaytarib beryapti, men to'la olmayman. zo'ri 20 kun ekanmi? Do'st Muhammad qo'yinda olib ketyapti mashina. 20 kundan keyin menga shunday qaytarib beryapti. Aka, men to'la olmayman, mashinani qaytarib bersak bo'lmaydimi? Unga aka xohlaganingizcha tushuntiring, baribir tushunmaydi. Nima qilaman unga tushuntirib. O'shandan keyin uzr deganman. Kechirasiz. O'zing haydab yuribsanmi shu mashinani? Yo'q, uni yana bitta bola keldi, o'shanga berdim hozir. O'zimda boshqa mashinam bor. U mashinani ham aytayapman-ku. Menda bitta shunaqa xarakterim bor. Xullas bitta mashina, qarang, asfalt zo'r bo'lgan temada. Xullas New Yorkda endi bilasizki, TLC kerak taksichilik qilishingiz uchun. Bitta joydan mashina chiqib qoldi, TLC nomi elektromobil. Nomeri bilan mashina sotilyapti dedi. O'shani boshidan hech qanaqa pul bermaysiz, oyma-oy to'lab yuraverasiz dedi. Menga qiziq bo'ldi, keyin oldim. O'sha mashinani oldimdagin endi taksichilik qilmoqchi edim-da. Uberim yo'q edi, prosta olib uni mashinani arendaga berib qo'ymoqchi edim, xullas. Bu bo'ldi, boyagi mashina. Anaqa garantiyani hisobidan buzildi-dagin u mashina ketdi. Endi u odamga yomon bo'lmasin deb turib, kreditiga shtobi minus bo'lmasin deb turib, o'zimga menga dedim, almashtiraylik mashinani dedim, o'sha mashinani o'zimga olaman dedim. Boyagi eski mashina deyarli yangi mashina. Topshirayotganda asl narxidan pasaytiradi-ku yana. Qoltig'ini, qolgan summani hozir yangi mashinaning ustiga mindirib qo'ydi. Kredit meni nomimga chiqmagan. Prosta u bolaga yomon bo'lmasin deb turib, men o'zimga oldim o'sha narsani-da.
yo'q bo'ldi, men короче kerak emas deb yuborsam bo'lardi. Hozir nizashda shu narsani deb men qo'shimcha yana pul to'layman, tushunasizmi? Yomon, ko'p Sizda ko'rdim. Tohir aka, sizdachi? Manda unaqa seriozniy voqealar bo'lmagan. Men shu boshidan bilganman. Ani birovlarni xatosida o'rgangan deydi-yu. Men xatosida o'rganganman, bori. Mana shunaqa yeb qo'yganlarni eshitganman-da, srazu unaqa xato qilmay qo'yganman srazu. Na, Kimga unaqa ko'pchilik misol uchun olib bermaganman. ya O'zbekistondan Manda ko'rayapti. bo'ldi. Bitta bo'ldi, olib bering deganlar bo'ldi. Olib bermayman uni. To'g'risi. Chunki To'g'ri juda ko'p degansiz. olib bergan tanishlarimni ko'rganman, yeb qo'yishgan, olib berib, ana shu yurtdoshim kelgan, qiynalmasdan yordam bering deb olib berishadi, ketidanchi shunaqa itdek yalinib yurishadi. Ha, Yetmaganiga bor-ku. Mana men o'zimni nomimga mashina menda hech kim bo'lib bermaganda, ko'saynar olib berishmaganda, borib o'zimni nomimga olganman. Istoriyam yo'q, o'sha hisobiga yalinib ana Toyota Corolla'ning eng prostoyini olganman-da. O'shani ham bermayman deb turib olganda. Zo'rg'a o'zi- yalinib olib 15% ga qilib berganda. Amallab olib chiqqanman. Endi qara, xuddi men bilan baravar kelgan bola unga paddishga berishyapti. Unga ko'saynar bo'lib berishyapti. U 0% ga olib chiqib berishyapti mashinani. Nima qilyapti u? Masalan, skromniy mashina olmasdan borib Toyota Camry'ni eng fullini olyapti. Eksesisini. Eng zo'rini olyapti, eng qimmatini olyapti. Olib bergan odam ketidan yalinib yuribdi-da. Keyin bor oradan 3-4 oy o'tgandan keyin pulini to'la. Bir O'zbekistondan kelganlarni ko'zi o'ynab ketadi-yu bir xillar. Hamma emas. Bir xillar. Baribir bizda mashina Ana qiziqamiz-da. Ha, Bizda mashina qiziqamiz, o'sha- shunisi bor. Haligi anaqasi yo'liga boyga yetayotganimizdek nima edi o'zbekchasiga? moliyaviy Savodxonlik. Moliyaviy savodxonligi yo'q. Moliyaviy savodxonligi yo'q bo'lgani uchun qimmat mashina olib qo'yapti-da, keyin qanaqa to'layman deb o'ylamayapti. Uni to'lovi bor, ertaga har oy falon puldan to'lash kerak unga-da. O'shani o'ylashmayapti-da. Ko'pchilik shunaqalar dastidan keyin boshqalar ham, misol uchun, konkretda misol uchun, yaxshi odamlarga ham yordam bera olmaysizda, bilmaysizda uni qanaqaligini. shunaqa. Boya bir Yoki- marta kuygan nima pula bichadi deydimi, nimadir deydi-ku. Shunaqa. Og'zi kuygan odam suvni ham puflab ichadi deydimi? Xatuni ham puflab ichadi. Xatuni ham puflab ichadi dedi. Endichi mana ko'rdi shunaqalarni olib bergan odamning nomida bo'ladi-yu baribir, to'g'rimi? Ha. Ani odam yuribdi-da, nimadir bo'lib avariya bo'lib qoldi. Mashinani chochib yuboryapti. Shuni tashlab ketib yuboryapti. Endi yoqda insurance bo'yniga qolib ketib qoldi. Shunaqa. Endichi insurance bo'lmagan paytlar ham bo'lganda, bermagan Ya, paytlar. endi misol uchun eshitganmiz-ku. kimgadir mashina olib bersangiz, обязательно insurancega o'zini ushlab Hop. chiqish kerak. Hop, insurance qilib bergani bilan insurance oshib ketadimi? Oshadi. Samosa Oshib bo'shadi. ketadimi? 2 barobar bo'lib ketadimi? Agar siz insurancega ikkinchi driverni ham qo'shsangiz, aktivniy u driver bo'lsa, uni oshadi. Sizniki oshmaydi, chunki avariyani u qilgan. Endi Baribir insurance ekani bitta-ku. qilmaydi-da. Do'st Muhammad o'sha puldan Account bitta bo'lgani bilan ham qarasa kerak mana. Yangi driver deydi. Shunaqa farq qiladi-da. Yangi driver deydi. Boshida kelganda даже pravasi yo'q deydi. U tiqilmagan bo'ladi-da. Masalan, yangi driverda bo'lsa insurance 2 barobar qimmat chiqadi. Hammamiz bilamiz. Insurance bu sug'urta, aytib qo'y o'zbekchasiga. Sug'urta qimmat chiqadi. O'shani ekonom qilamiz deb tiqishmaydi-da. Keyin u haligi siz nomingizga olaylik, menga qimmat chiqyapti sug'urta deydi bir xillar. Yani avariya qilib, dabdala qilib, 2 barobar qimmat qilib qochib ketib yuboradi. To'la bermaydi ham, boshqa ham qilmaydi. O'shanga ko'pchilik yordam bermaydigan bo'lib ketganda, Buni yaqinda o'zingizlar ana kuni bir chiqdi-yu, anaqa aka chiqdilar-yu. Maslahat kerak edi deb. Esingizda bo'lsa, yo'lda bo'lganlar, kimdir tanishlar orqali chiqqan. Keyin mashinangizni rentga, o'sha arendaga, ya'ni
o'zbekchasiga endi bu nima deydi? Ijaraga. 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 Ha, Sekin ijaraga o'zbekcha o'rganib olgan, olasan. ha, ijaraga olinganda, o'sha rentga Ha. olingan. 2 kundan keyin avariya qilgan. Esingizda bo'lsa kerak, ko'rgan bo'lsangiz Javohir aka. 2 kundan keyin avariya qilganda yana o'zini videoga olib Instagramga qo'yib qo'yibdi bola. "Voy, nima qilyapsan?" deb gasalar, aka to'g'irlab beraman, pulni to'layman, u yoq bu yoq" deganda, keyin bo'pti degan, $10,000 ber, bo'ldi, men u yopib boraman, qarzi bor edi moshinani $10,000. Yopib bora qolaymi, bo'pti degan. Endi avariya qilding, bo'ldi. Hop deganda, keyin 2 kundan keyin telefon qilsa, so'kib yuvib qo'ygan bola. 1 soat, 1,5 U soat bo'lib ketibdi. Yozimiz. ha, mayli, endi Aka qarang. so'radi, 2 Mana, soat, 2,5 mana, soat beramiz. Jamol yo'q, Jamol chopilib ketdi. mana, O'zini o'zi portlatib mana oldi. keyin mana shu mavzu ko'tarilgan edi. Aslanbek degan ukajonimiz borlar-yu. Mana shuni zapis tashladilar. Aka, iltimos shuni qo'yib bering dedilar. Qo'yib beraman, eshitasizlar. Assalomu alaykum aka podkast boshlovchilari. Hozirgi yozib o'tgan so'yimni mashqatga qo'ysanglar odamlar uchun sal manfaatli bo'larmidi deb o'ylab, o'shaning uchun sizlarga yozib o'tirdim. Nyu-Yorkda emas, mana butun Amerikada o'zbeklar orasida bo'layotgan tema, o'zimda bo'lgan narsa. Bittasiga mashina olib berganman. Bosh down payment to'lovini qilib, o'zim yonimdan 2,000 to'laganman. Undan tashqari o'sha mashinani olib chiqib beradigan, menimcha hamma bilsa kerak, Nyu-Yorkda Royal Pass degan joy. U yerda bitta tanish bola bor edi. U $1,000 keyin olaman degani uchun men o'rtaga tushib yonimdan 2,000 to'lab, bitta bolaga bir tiyinsiz mashina olib chiqib berib, to'g'ri 3,000 bo'ladi. Olib chiqib berib, Toyota Camry. Adashmasam 2024-yil edi. Shu Toyota Camry'ning yili. Lekin bu ish bo'lganiga ancha bo'lib qoldi. 1 yildan oshdi, 2 yilga yaqin bo'lib qoldi. Mana shu narsalarni qaytarib bermadi-da, pulni ham bermadi. Toyota Camry'ni ham 2 oycha mindi. Menimcha bank to'liq qildi mashinani. Mana shunaqa temalarda ehtiyot bo'lishgani yaxshi. O'zini eng yaqin birodarlari bo'lsa ham yokida qanaqadir yaqin aka-ukalari bo'lsa ham ehtiyot bo'lgani yaxshi. O'zini radnoyi bo'lmasa olib berishmagani ma'qul. Mana shunaqa qilib aldab ketadiganlar juda ko'payib ketgan hozir kecha kunduzda. Ayniqsa mana shu Amerikada yaqin 2 yildan beri juda yomon ko'p. Rahmat. Ha, bu aytayapman, bu narsa shu yo'lga o'tgan. Nima deysizlar bunga o'zi? Umuman, mana eshitayotgan odamlarga, yangi kelgan odamlarga yoki shu mana shu 2-3 yillar yoki 10 yil kelgan odamlarga, endi 10 yil kelgan odamlar ko'pchilik уже bermaydi o'zi. Ha, eskilar уже bermaydi. Aytayapman, Eskilar bermaydi. qaytib, Yo, bu aytayapman. fikr mana bermasligiga, nimaga bermasligimizga fikr bildiraylik. Bermasligimga yagona sababi bemas'uliyat odam bo'lganligi uchun. Tamom. Ana ko'pchilik mana hozir mana kommentariyadan tashqari yana bir ikkita gruppalarda aylanyapti-yu, mana eskilar. Men bitta kommentariyada yozib qo'yibdi, bu odam men gapirayotgan videomni tagiga yozib qo'yibdi-da. Bu odam yangi kelganlarni ko'ra olmayapti, ko'zida nafrat bilan gapirganini olibdi-yu. Ko'zim yaxshi ko'radi, hammani zo'r ko'raman. Yangi kelganlar ham yaqin og'aynilarim bor. Zo'r apchi. Menga issiq sovug'i yo'q. Kim qachon qanaqa payt kelganda, Menga o'tishdi. hech qanaqa nafratim ham yo'q, boshqam ham yo'q. Faqat o'sha biza qilgan xatolarni qilmasin degan maqsadda gapirilyapti bu gaplar. Hech kimga aql o'rgatilmayapti, hech kimga g'iybat qilinmayapti. Hammaga shu mashinasili bo'lmasin mana. Do'stlarimizda bo'lgan shu aytganimdek gap. Birovni xatosida o'rganinglar. Hamma o'zini xato. Mana temada mana hozir aytdim-da, endi gapirishdan oldin aytib olay dedim-da, ya'ni negativchilar uchun. Hozir men bilmayman, menga baribir ta'sir qilyapti. Qaramang, aka, siz ahamiyat bermang negativga deyishadi. Menga baribir ta'sir qilyapti-da. Baribir o'qib qo'yaman. Mana shunaqa bitta ikkita nima deydi, qo'pol qilib mashinniklarni tufayli
ko'pchilik yeb qo'yyapti-da, boshqa haqiqatdan muhtoj odamlarga yordam berishmayapti. Misol uchun men o'zimda shunaqa tarix bo'lgan. Menga masalan hech kim yordam bermaganda, rosa Xudoni yonini qilganman. Iltimos, ko'sanar bo'lib beringlar, shu ответственный odam bo'lib beringlar. Menga 0% beraman deyapti mashinani. Arzimagan pulga. Shu paytda Camry $20,000 turardi. $20,000 Camry 0% olib chiqib ketyapti. Bittasi men masalan ответственный bo'lib bersa bo'ldi deyapti-da, top deyapti. Hech kim bo'lib bermaganda menga. Nimaga o'sha mendan oldin kelganlarda bo'lganda ularda shunaqa bo'lib berishgan, yeb qo'yishgan, shu sovuqdan yeyishgan, shuning uchun hech kimga bo'lmaydigan bo'lishgan. Xuddi shu narsa biza ham ko'rib, bizada ham shu narsa ketganda, hech kimga bo'lmaydigan bo'lib, keyin kelishadi, nimaga poddeshka bermayapti yengilar, eskilar yengilarga, ko'rolmayapti, bunaqa bo'lyapti, unaqa bo'lyapti. Unda emas, o'sha hamma yomon emas, o'sha bitta-ikkita yomonlarni kasriga hamma qolib ketgan. Bitta taraqi buzoq podani buzadi deydi-yu. Shu bitta taraqi buzoq kelib, hamma yoqni bulg'alab ketganda. Mana hozir Galasoy eshitamiz, yegan. Bu bola bizaga yetdi. Bizdan tashqari yana qancha tanishiga yetgan. Hammaga o'zi anaqa bo'lib qolgan. Mana men o'zimni fikrimni bildiraman. Yengil kelganlarda o'sha O'zbekistondan kelgan paytda bu yerda hamma narsa yengil, svejiy-ku mashinalar yengilcha. Bizada shu orzu havasda baribir. Niyat, hamma narsa shunga taqalgan bizada. Keladi, okey, qilib bering deyishadi, qilib beraman deysiz, yo'q demaysiz. Lekin qilib berganingizdan keyin to'lovlardan o'zi qochishni boshlaydi. Unaqa to'lovlarga ko'pchilik o'rganmagan. Hali yangi odam o'rganmagan. U odam olgandan keyin to'lamay yurgandan keyin bu mamlatda eski odamlar uni yillar davomida yig'ib kelgan o'sha kreditning istoriya, o'sha tarixini, ya'ni kredit tarixini bitta insonga yaxshilik qilaman deb butun o'sha istoriyani buzib yuboradi-da. Agar to'lamasa keyin bu odamga tushib qoladi to'lov. Mana masala mashta, hamma masala mashtada. O'zbekistonda kreditniy istoriya degan narsa yo'q-ku. Biz ham kelib bilmaganmiz-ku boshida kreditniy istoriya. Qadrini ham bilmaganmiz. Keyin o'zi uni qadri nimaligini bilganmiz. Vaqt soat o'tgandan keyin istoriyalar yasaganimizdan keyin bu narsaga qattiq qarash kerakligini. Keyin odam bilmaydi-da. Nima bo'pti deydi. Hech narsa qilmaydi deydi. Keyin o'ziga kelganda biladi, tushunib yetadi. O'sha tushunib yetguncha o'zi kalla qo'yib bo'lgan bo'ladi-da. Kimdir kredit sabablar qilgan bo'lishi mumkin-da ungacha. Keyin undan xabar bo'lib yuradi. Undan xabar bo'lib yuradi odamda. Qanga qilib bermadi yoki kuydirgandan keyin xabar bo'lib qoldim, men bitta mashina ekanini deyish mumkin. Bankka olsa oladi dedi. Lekin men bitta shuncha insonni yillar davomida yig'ib kelgan, o'sha ayib kelgan narsani men ukam yoki radnoyim yoki jigarim tanishim deb endi yordam beray deb qilgandan keyin xabar bo'ladi-da, dabdala qolsa. Do'stim odam uzib qoldi-yu. Bu ham portalab ketdi. Xo'p, qarang, oxirgi mavzu tugata qolamiz. Tugatamiz, kelamiz qoldi. Tugadimi? Zaps tugadimi? Zaps tugamadi menimcha.